Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan leadlarni ko'rib chiqamiz. Leadlar bu sizga qiziqish bildirgan, lekin hali mijoz bo'lmagan odamlar. Instagramdan yozganlar, Telegramdan so'ragan, saytdan ariza to'ldirganlar. Hammasini shu yerga kiritib borasiz. Lead sahifasiga kirganimizda tepada asosiy ma'lumotlar, jami nechta lead bo'lgan, bu hafta nechta, bu oyda nechta, qancha konversiya bo'lgan. Agar leadlar bilan shartnomalar tuzilgan bo'lsa, necha pullik shartnomalar bo'lgan va nechta follow-uplar. Keyingi qismda leadlarni qidirish, ism, telefon, email yoki tashkilot bo'yicha ham qidirsangiz bo'ladi. Demak, yozamiz. Misol uchun ism bilan qidiramiz. Dilrabo ism bilan chiqadi. Yoki telefon raqami bilan qidiramiz. Misol uchun 93lik 100 10 14. Bizga shu telefon raqamli leadni topib beradi. Bizda esa bizda 3 xil ko'rinishi bor. Bu grid ko'rinishi, tablitsa ko'rinishi, ya'ni jadval ko'rinishi va kanban ko'rinishi. Siz o'zingizga qulay ko'rinishda ishlashingiz mumkin. Filtr qismida esa qayerdan mijozlarning qayerdan kelgani va ularning ustuvorlik darajalarini filtrlashingiz mumkin. Misol uchun mana qo'ldan belgilasak, Instagram, Telegramdan kelganlar, web formadan kelganlar va tavsiya orqali kelganlar va barcha manbalar. Leadlarning ichiga kirganimizda ular haqida batafsil ma'lumotlar kelib chiqadi. Leadning Instagram sahifasi, manzili, telefoni, jinsi, qaysi tilda gaplashishi, tavsif, izoh. Lead qo'shish ikki xil usulda amalga oshiriladi. Birinchisi import va yangi lead qo'shish orqali. Import xuddi mijozlardek, bu ham fayl yuklanadi, eski leadlarimiz bo'lsa. Yangi lead qo'shish esa yangi lead qo'shish oynasini ochadi. Bu yerda lead uchun barcha kerakli ma'lumotlar bor. Siz o'zingizga leadlarni qanday boshqarishingizga qarab, o'zingizga mos usulda qo'shsangiz bo'ladi. Bu yerda barcha poliyalar, ya'ni maydonlar majburiy emas. Siz faqat o'zingizga keraklilarini to'ldirasiz. Ism, familiya, otasining ismi bo'lsa, tashkilot nomi, qaysi tashkilotdan keldi, lavozimi, jinsi, tug'ilgan sanasi, tili, aloqa uchun telefon, qo'shimcha telefon, email, Telegram, username, WhatsAppda bo'lsa manzili, shahar, viloyat. Biznesda esa leadning ustuvorligi, past daraja, yuqori, shoshilinch, qayerdan kelgani, Instagram, Telegram, web forma, tavsiya va unga siz mas'ul shaxsni belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi menejer shu leadga javobgar yoki operator. Leadning budjeti, bitim summa, valyutalarda ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Va shunga o'xshash barcha maydonlar bor. Marketing qismida esa qaysi reklamangiz orqali, qayerdan kelgani, landing page sahifasi, kim tavsiya qildi, barchasini yozib borsangiz bo'ladi. Va qo'shimchasida tavsif va eslatmalar qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Lead qo'shganingizdan keyin, misol uchun, bitta istalgan lead qo'shamiz. Eng majburiy maydon bizda faqat ism bo'ladi. Qolgan hammasi o'zingiz xohlaganingizcha yozasiz. Misol uchun Alisher deb yozib qo'yamiz va lead qo'shish, saqlash va yana qo'shish bor. Lead qo'shishni bossangiz oyna yopiladi, saqlash va yana qo'shishni bossangiz shu yerda qoladi. Alisher qo'shildi va biz yana shu yerda davom etsak bo'ladi. Sarvar deymiz va lead qo'shish. Demak, bizda leadlarimiz qo'shildi. Mana Alisher va Sarvar. Ustuvorligi o'rta, statusi yangi bo'lib turibdi. Siz buni ichiga kirib, batafsil yana barchasini o'zingiz to'ldirsangiz bo'ladi. Mas'ul shaxs kim va tahrirlashni bosib, qo'shimcha ma'lumotlarni yana to'ldirib borsangiz bo'ladi. Misol uchun mana to'liq to'ldirilgan yuqori darajali Nafisa Otajonovani ko'ramiz. Buni ma'lumotlari, telefon raqami, email, manzili, shaxsiy ma'lumotlari, tavsif, izoh va bunga hatto vazifa, bitim, eslatma, qo'ng'iroq, uchrashuvlar ham bog'lasangiz bo'ladi. Bularni yana batafsil alohida o'zini bo'limlarda ko'rib chiqamiz. Hozir mana bitta vazifa bog'langan turibdi. Nafisa Otajonovaga qo'ng'iroq, tavsiya orqali kelgan lead bajarildi. Demak, bu bajarilgan vazifa. Bularni ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Va pastda boya kirgizilishi mumkin bo'lgan boshqa qiymatlar barchasi chiqib turadi, teglar chiqadi. Manba tavsiya orqali kelgan va bu lead uchun ham eslatma yozib borsangiz bo'ladi. Misol uchun eslatma yozib qo'yamiz. Qayta aloqaga chiqildi deb qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bu hozir qaysi admin panelda kim o'tirgan qarab o'zi yozib qo'yadi. Qayta aloqaga chiqildi yoki xabar yuborildi deb qo'shib qo'ysak
Bu hammasi eslatma bo'lib qoladi. Sizdan kelgan boshqa bir operator, menejer barchasi buni ko'rib turadi. Leadda yana faoliyat tarixi ham bor. Faoliyat tarixi, misol uchun biz statuslarni o'zgartiradigan bo'lsak, faoliyat tarixi shu yerda yozib boriladi. Lead ma'lumotlari yangilandi. Hozir, qachon, kim yangilagani hammasi ko'rinib turadi. Agar biz leadni mijozga aylantirmoqchi bo'lsak, misol uchun mana moslardan hozir aytganimiz Nafisa Otajonovani biz mijozga aylantirishimiz kerak. Hozirda mijozlar orasiga avval kirib ko'ramiz. Nafisa deb yozamiz. Bunday mijozimiz yo'q hali hech qayerda. Leadlarga kiramiz va buni mijozga aylantirish usullari har xil. Misol uchun Kanban ko'rinishda to'g'ridan to'g'ri buni ushlab turib konversiya bo'limiga olib o'tsak bo'ladi, mijozga aylanadi. Yoki tablitsa ko'rinishida Nafisa deb qidiramiz. Shu yerda o'zidan mana bu mijozga aylantirish tugmasini bosish bilan bo'ladi. Yoki grid bo'limida mana bu tugma orqali yoki ichiga kirib shu yerdan mijozga aylantirish tugmasini bosish bilan bo'ladi. Mijozga aylantirish usullari juda ko'p. Mijozga aylantirish usullari har bir ko'rinishda o'ziga yarasha va bor. Bu qo'shimcha qulaylik degani. Mijozga aylantirish tugmasi. Keling, qaysi Kanban ko'rinishda ko'ramiz. Uni olamiz va konversiya bo'limiga o'tkazamiz. Va bizdan so'raydi, mijozga aylantirmoqchimisiz? Ha. Mijozlarda o'zining statusi bor. Siz qaysi statusni tanlaysiz? Misol uchun, mijoz statusi ixtiyoriy. Agar siz tanlamasangiz, avtomatik yangi bo'ladi. Yoki siz qandaydir xizmat ko'rsatilmoqda. Chunki bu leadga qayta aloqaga chiqib, xizmat boshlandi va mijozga aylandi. Xizmat ko'rsatilmoqda. Mijozga aylantirish. Bo'ldi. Nafisa Otajonova bizdan mijozga aylantirishga o'tdi. Bu avtomatik konversiyamizga ta'sir qiladi va mijozlarga kirganimizda xizmat ko'rsatilmoqda-da Nafisa Otajonova turadi shu yerda. Endi bu bizning doimiy mijozimizga aylandi. Buni endi o'zini xizmatlari, eslatmalari, faoliyat tarixi barchasi yozib boriladi shu yerda. Leadlar uchun asosiy ma'lumotlar shular. Yana bular ichidagi qo'shimcha ma'lumotlar, bitimlar, vazifalar, eslatma, qo'ng'iroq uchrashuvlar haqida alohida sahifalarda o'zida ko'rib chiqamiz.